Dollar yig'ib qo'ygan o'zbek fuqarolari uchun shoshilinch xabar. Darhol xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Muhim xabar. Allohim barcha yurtdoshlarimizni va ularning mol-mulkini o'z panohida asrasin. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 10-iyun kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra rubl kursi 4,8 so'mga ko'tarilib, 167,95 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 84,09 so'mga ko'tarilib, 13,915 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 21,82 so'mga ko'tarilib, 12,035 so'mni tashkil etdi, deyiladi xabarda. Azizlar, xabarlarimiz keng tarqalib, barchaga yetib borishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.